Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Beijing doiralarining Xitoy sirtdagi Uyg'urlarni qaytarib kelish uchun dunyoga qilgan chaqirig'iga qarshi barliq davlatlarning qarshilik ko'rsatishi kerakligini aytdi. New Yorkda ochilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'indan burun so'z qilgan Mike Pompeo bu vaqtda to'xtalib, terrorlik masalasidan boshqa shuni aniq ta'kidlaymanki, Xitoyning Uyg'ur diyorida elib berilayotgan harakatlarining terrorlik bilan aloqasi yo'q. Barliq davlatlar Xitoyning Uyg'urlarni qaytarib berish talablariga qarshi turishi lozim. Yig'inga yana Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston tashqi ishlar ministrlari va vakillari qatnashdi. Washington doiralarining bu haqda Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inda Xitoy doiralari bilan bu haqda muzokara elib berilishi mo'ljallanmoqda. Pompeo buningdan burun Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini asr yuzidagi dog' deb tasvirlagan edi. Xitoyning Hong Kong alayida ma'mur rayonida namoyishlar davomlashmoqda. Namoyishchilar axlat sanduqlariga o't qo'yibdi. Hong Kongda bosh ma'mur Carrie Lam Xitoyga o'tkazib berish qonun loyihasini butunlay amaldan qoldirib o'tgan bo'lsa-mu, lekin namoyishlar shiddatli bir shaklda davomlashmoqda. Erkinlik uchun kurash qil, Hong Kongni erkin qo'yib ber degandek shiorlarni to'lg'an bir to'p namoyishchi Shatin rayonidagi bir savdo saroyiga besib kirdi. Misrda juma kuni Qohiradagi Ozodlik maydonida prezident Abdul Fattah al-Sisiga qarshi boshlangan namoyishlar har qaysi shaharlarga kengaydi. 2011-yildagi Arab bahori deb atalgan va sobiq prezident Muborakning taxtdan tushishiga sabab bo'lgan namoyishlarning markaziy nuqtasi bo'lgan Ozodlik maydonida yuzlagan kishi namoyishga qatnashib, Sisi istiqbo deb shior to'ladi. Shuning bilan birga Iskandariya qatorliq shaharlarda namoyish elib berildi. Fransiya axborot agentligi namoyishlarda 74 kishining qo'lga ilinganligini bildirdi. Lekin bu haqda rasmiy bayonot e'lon qilmadi. Namoyishlar dastlabda Sisiga qarshi chiriklash ayblashlari bilan boshlangan edi. Turkiya davlat raisi Erdo'g'an Amerika Kengash palata a'zosi Grahamni qabul qilgandan keyin Sharq-G'arb institutida o'tkazilgan yig'inga qatnashdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 74-navbatlik umumiy yig'iniga qatnashish uchun New Yorkga joylashgan Yerim Orol mehmonxonasiga tushgan Erdo'g'an Kengash palata a'zosi bilan bo'lgan uchrashishni bu mehmonxonada yipiq shaklda o'tkazdi. Cumhuriyet Partiyasidan bo'lgan Kengash palata a'zosi Graham Turkiya bilan texnik kuchlik strategik munosabat o'rnatishga ishonchim bor. Shuning bilan birga Turkiyaning F-35 programmasiga qaytib kelishi va erkin savdo kelishimi imzolashi bekmi muhim dedi. Amerika armiyasi 51 rayoniga bostirish elib berishni planlaganligiga qarata B-2 bombardimonchi aeroplanning rasm bilan birga ko'riladigan oxirgi narsa bu bo'ladi deb chiqargan uchur haqida kechirim so'radi. Amerika armiyasi bir mezgildan buyon ommaviy taratqularda tashkillanib 51 rayoniga hujum qilishni planlagan kishilarga qarata og'ir tahdid so'zlar qilgan edi. Mudofaa uchur tarqitish idorasi Twitter hisobida B-2 aeroplanining rasmi bilan birga agar bostirish elib borsa, bugun ko'riladigan oxirgi narsa bu bo'ladi deb chiqargan edi.